Ayni kunlarda respublikamiz hududlarida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tashabbusi ostida huquqiy aksiya tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad fuqarolarimizni qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor etish va ularni huquqiy savodxonligini oshirishdan iborat. So'x tumani adliya bo'limi tomonidan tumanimiz tibbiyot birlashmasida bugun huquqiy aksiya doirasida huquqingizni bilasizmi mavzudagi tadbir o'tkazildi. Tadbirda tuman tibbiyot birlashmasi va hududlardagi tibbiyot maskanlarida faoliyat olib borayotgan soha xodimlari ishtirok etishdi. Mana bu xabarim banazdiki و قاموسی ریسپوبلیک ازبکستان دیگرگونه در عرضه شد از 3 اپریل. در همین موضوع با ما بسیار صحبت‌های جالب شد و حقوق‌های ما بسیار نمی‌فهمم چیزا ما خادمان عدلیه فهمیده دادن. از این جمله من برآمدن تعطیل مهنت من ما میدونستم بس یک روزی کار به میبرامدم حاضر من روزی کلندر بده است من خودم 30 روز برآمدم به حقش بده است. از این جمله با اگر سال کارش بسیار باشد با علاوه‌ای روزی هم امتیازنامه باز تیز همین تدبیر شده است. همه ما حقوق خود را میدونیم. مهنت کودکس اما نوگری که شد همین خادمان تیپ نه فقط خادمان تیپ اصلا هر یک خادم همین دانستن شرط و ضرور است. Tadbir davomida barcha ishtirokchilarga So'x tuman adliya bo'limi boshlig'i Bunyodjon Enazarov, bosh maslahatchi Ilhomjon Madaminov va yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i Uktamjon Ergashevlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi va kodeksga kiritilgan yangi qonun normalari, ularni qo'llanishi yuzasidan tushuntirishlar berib o'tildi. 2023-yil 30-apreldan yangi tahrirdagi mehnat kodeksi amalga kirdi. Bunga ko'ra xodimlar manfaatlari, huquqlari, kafolatlari yanada mustahkamlandi. Shu yangi mehnat kodeksi mazmun mohiyatini yetkazish maqsadida bugun tuman tibbiyot birlashmasida shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari bilan uchrashuv o'tkazilib, ularda qiziqtirgan savollarga javob berildi. Jumladan shifokorlar tomonidan uzoq yillik mehnat staji uchun olinishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mehnat ta'tillari asosan so'raldi. Shu savollarga javob berilib, har bir xodim ishlagan davriga mutanosib ravishda 2 kunlik qo'shimcha mehnat ta'tili olinishi mumkinligi tushuntirib o'tildi. Xususan 5 yildan 10 yilgacha ishlagan xodimlarga 2 kunlik, 10 yildan 15 yil ishlagan xodimlarga 4 kunlik, 15 yildan 20 yil ishlagan xodimlarga 6 kunlik va 20 yildan ortiq ishlagan xodimlarga 8 kunlik qo'shimcha pul to'lanadigan mehnat ta'tili borligi haqida tushuncha berilib, xodimlarda hamma qiziqtirilgan savollarga javoblar berildi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan mazkur tadbirda ishtirokchilardan tushgan savollar va murojaatlarga tegishligicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Faqat buni qaror bilan Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydi.